2025-yil yakunlari bo'yicha moliyaviy va soliq hisobotlaridan tashqari yana bitta ahamiyat beriladigan hisobot bu ekologiya hisoboti. Ekologiya hisoboti 4 ta toifadagi korxonalar tomonidan topshiriladi. Ushbu korxonalarning faoliyat turlari va hisoblanish mexanizmlari Telegram kanalimizda hamda opisaniyada ko'rsatib o'tganmiz. Bemalol ma'lumot uchun qabul qilishingiz mumkin. Hisobot topshirish muddatlari 1 va 2 toifadagi korxonalar tomonidan 15-yanvargacha edi. 3 va 4 toifadagi korxonalar bo'lsa 25-yanvargacha hisobot topshirilishi kerak edi. Ushbu topshirilgan hisobotlar bo'yicha norma doirasidagi xarajatlar bu chegariladigan xarajatlar hisoblanadi. Normadan ortiqcha xarajatlar bo'lsa, bu chegarilmaydigan xarajatlar jumlasiga kiradi. Yil yakunlari bo'yicha soliq va moliyaviy hisobotlarni qilayotganda ushbu xarajatlarni hisobga olishni unutmang. Soliq va buxgalteriya yengilliklaridan xabardor bo'lish uchun bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.